Assalomu alaykum azizlarim. Xayrli kun barchaga. Bugun klubimizda o'tolmadik ma'lum bir sabablarga ko'ra. Shuning uchun ham quyidagi audio darslikni sizlarga tayyorladim. Bugungi mavzuyimiz atrofdagi insonlar sizni pastga tortishga harakat qilishlari haqida bo'ladi. Ya'ni siz agar bir yaxshi ish bilan shug'ullanib turgan bo'lsangiz, bir jamiyat uchun foydangiz tegayotgan bo'lsa, manfaatli inson bo'lsangiz, Allohning rozichiligi uchun insonlarga yaxshilik qilayotgan inson bo'lsangiz, tabiiyki atrofdagi negativi ko'p, hasadgo'y insonlardan sizga har xil ta'na dashnomlar, g'iybatlar, yerga urishlar va qayrashlar, sizni har xil yaxshi emas, yomon narsalar siz tomonga otilishi mumkin, toshlar otilishi mumkin. Bularning barisi sizga nima desam ekan, sizni bu yo'lingizdan to'xtatish uchun qilinayotgan ta'sirlar bo'ladi, tashqi ta'sirlar deyiladi va bu tashqi ta'sirlarni shaytonlar, jin, shayton deydigan bo'lsak, ular past vibratsiyali atrofingizdagi insonlardan foydalanib, ularga ta'sirini o'tkazib, ular orqali sizga tosh otishga harakat qilib, sizni bu yaxshi ezgu yo'lingizdan to'xtatib qolishga harakat qilishadi. Misol uchun siz oddiy biror bir biznesingiz bor va mana shu biznes orqali insonlarga xizmat qilyapsiz. U ishlab chiqarish bo'lsin, u tikuvchilik bo'lsin, u Herbalife mahsulotlarini sotish, fitness klubi yoki blogerlik yoki psixologlik deylik. Ana endi bu narsa tabiiyki past vibratsiyali sущностlarga, mavjudotlarga yoqmaydi, chunki ularga siqilgan odamlar yoqadi, siqilayotgan odamlar yoqadi, qiynalayotgan odamlar yoqadi va shundan energiya oladi. Past vibratsiyali sущностlar, shaytonlar, jin, bular negativdan energiya oladi, semiradi, ovqatlanadi, mazza qiladi. Qachonki siz nur tarqatishni boshlaganingizda, odamlarga yaxshilik qilishni, ezgulik ulashishni boshlaganingizda, biror bir proyekt, odamlarga katta manfaat keltiruvchi proyektlarni amalga oshirmoqchi bo'lganingizda, sizga zarbalar berilishni boshlaydi va bu zarbalarni shayton sizni yaqinlaringiz orqali, oila a'zolaringiz orqali yoki qo'ni-qo'shnilaringiz, qarindoshlaringiz orqali ham amalga oshirishi mumkin. Shu yerda juda ham hushyor bo'lishingiz kerak bo'ladi. Agar siz deylik egizak alanga bo'lsangiz, egizak alangangizni uchratgan bo'lsangiz, Udar по близнецову пламя degan videoni ko'rgandim. Egizak alangalar ham ular juda ham yaxshi insonlar bo'lganligi uchun va ular yaxshilik yo'lida xizmat qilayotgan, deylik balki psixologlik qilayotgan, balki biror bir biznes qilayotgan insonlar bo'lishi mumkin va u egizak alangalarga ham udarlar, ya'ni zarbalar keladi. Farqi yo'q. Psixologlik qilasizmi? Farqi yo'q, siz nima ish bilan shug'ullanasiz? Xullas kalom, siz yaxshilik yo'lidagi inson bo'lsangiz, oddiy tikuvchi bo'lasizmi? Yoki biror bir ishlab chiqarishingiz bormi? Yoki sotuvchimisiz? Yoki dispetchermisiz? Farqi yo'q. Xullas kalom, siz yaxshilik yo'lida xizmat qilayotgan inson bo'lsangiz, tabiiyki sizga zarbalar uchrashi tayin. Tabiiyki sizga malomatlar, toshlar otilishi tayin. Nimaga? Chunki hasad degan narsa bor, bu dinimizda ham bor. Har bir ne'mat sohiblariga hasad qilinadi degan hadis bor. Har bir ne'mat sohiblariga hasad qilinadi. Siz demak boysiz, demak yaxshi insonsiz, demak muvaffaqiyatli insonsiz, sizga hasad qilishadi. Orqangizdan yomonlik qilganlar, bilingki, ular sizga hasad qilib turgan insonlar bo'ladi. Va mana shu insonlar sizni to'g'ri yo'ldan qaytarishga harakat qiladi. O'sha ishingizni tashlab ketishingizga, biznesingizni bankrot bo'lishiga, agar oilaviy baxtingizni ko'ra olmayotgan insonlar bo'lsa, oilangizdan ajratib yuborishga, qaynonangiz bilan yaxshi munosabatlaringizni ko'risha olmayotgan bo'lsa, qaynonangiz bilan
munosabatlaringizni yomonlashga harakat qilishadi. Ya'ni sizni qayrashlari mumkin qaynonangizga. Har qancha real hayotingiz, tashqi hayotingiz sizga juda ham yomonga o'xshab, hozirgi vaziyatingiz yomon, janjalli, dahshatli bo'lib ko'rinsa ham, siz bunga ishonib qolmasligingiz kerak. Bu hammasi shaytonning hayot yomon deb sizga ishontirmoqchi bo'lgan vasvasasi, nayrangi xolos. Ya'ni sizni yo'ldan to'xtatish uchun, sizni psixologlik qilishdan to'xtatish uchun, sizni biznes qilishdan to'xtatish uchun, sizni odamlarga yordam berishdan to'xtatish uchun, axir uni asl maqsadi ham shu-ku. Qiyomatgacha muhlat olgan Allohdan shayton insonlarni to'g'ri yo'ldan adashtiraman deb. Va ular sizni qaytarishga harakat qiladi. Qanday qilib qaytaradi? Shayton sizni qanday qilib qaytaradi? Jinlar, shaytonlar, so'shizlar qanaqa yo'lingizga to'sqinlik qiladi? O'zi kelolmaydi-ku, tabiiy o'zi kelib turib sizga gapira olmaydi-ku, to'g'rimi? Chunki uni moddiy tanasi yo'q. Moddiy dunyoda shayton shart ro'paringizdan kelib chiqib turib, "Mana shu ishni qilmagin" deya olmaydi. "Qilsang o'qib yuboraman, qilsang o'qib yuboraman" deya olmaydi. U boshqa insonlardan foydalanadi. Kimlardan foydalanadi? Qaysi insonlarda vibratsiyasi past bo'lsa, o'shalar shaytonning ta'siriga, jinning ta'siriga tushishi osonroq bo'ladi-da. Shuning uchun agar oila a'zolaringiz ichidan yoki qarindosh urug'laringiz ichidan past vibratsiyali, ya'ni negativ insonlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, ruhiy rivojlanmagan, o'zini ustida ishlamaydigan, namoz o'qimaydigan, Qur'on o'qimaydigan, hamma narsadan janjal kovlaydigan, pozitiv bo'lmagan, negativ insonlar agar oila a'zolaringiz ichida ko'p bo'ladigan bo'lsa, demak shayton aynan o'shalarni vasvasa qilib sizga qarshi foydalanishi mumkin bo'ladi. Bunda u qachon sizni shu ishdan to'xtatsa, u g'olib bo'ladi. Endi boshqa insonlardan qo'rqmasligingiz kerak bo'ladi. Hamma narsa faqat Allohdan bo'ladi. Men Alloh panohidaman. Alloh meni asraydi. Agar Alloh menga mana shu ne'matni, mana shu insonlarga xizmat qilish ne'matini menga bergan bo'lsa, demak u o'zi meni himoya qiladi. U o'zi meni asrab avaylaydi va yaqinlarim menga hech qanday yomonlik qila olmaydi. Ko'chadagi begona insonlar ham menga hech qanday yomonlik qila olmaydi degan qat'iy ishonchni ongingizga singdirishingiz kerak bo'ladi. Qachonki atrofingiz ming yomon bo'lsa ham, atrofingizdagi deylik qaynonangiz, qaynotangiz, turmush o'rtog'ingiz yoki ba'zi bir ayollarda farzandlari ham qarshilik qilishadi. Uni biznesiga, uni biror bir ish qilishiga qo'ying, aya, nima keragi bor, uyda o'tirsangiz bo'lmaydimi, sizga zarilmi, biz o'zimiz pul beramiz, sizga nima yetishmayapti, uyda o'tiring, u bu deb hattoki farzandlari ham qarshilik qilishadi. Bilingki, bular ham shaytonning vasvasalari, ya'ni shayton yo'ldan sizni to'xtatmoqchi. Yaxshilik qilishdan, odamlarga xizmat qilishdan maqsad albatta agar faqat pul bo'lmasa, oliy maqsad pul bo'lmasa, ikkinchi maqsad pul bo'lishi mumkin, lekin oliy maqsad insonlarga Alloh roziligi uchun xizmat qilish bo'lsa, demak siz shunday inson bo'ladigan bo'lsangiz, sizga har xil taqiqlar, tazyiqlar, ta'na dashnomlar, shantajlar, manipulyatsiyalar, qo'rqituvlar, agar shu ishingni tashlab ketmasang, men bunaqa qilaman, agar shu ishingdan voz kechmasang, men sendan voz kechaman kabi har xil qo'rqituvlar bo'lishi mumkin yaqinlaringiz tomonidan yoki hamkasblaringiz tomonidan-da sizga har xil tazyiqlar, ta'sirlar o'tkazilishi mumkin. Eng muhimi bu tazyiqlarga ishonib qolib, hayot yomon ekan, men taslimman, qo'limdan kelmas ekan deb tashlab ketib qolmasligingiz. Siz naborot ulardan motivatsiya olib, demak men zo'r inson ekanman, demak men yaxshi inson ekanman, menga hozir taqiqlar bo'lyapti, tazyiqlar bo'lyapti, demak men kerakli inson ekanman, manfaatli inson ekanman, demak men Allohning roziligi uchun xizmat qilayotgan banda ekanman. Shuning uchun ham menga turli xil to'sqinliklar uchrayapti deb ana shu qilayotgan kasbingizda yana bardavom bo'lishingiz kerak bo'ladi. Hech kimga quloq solmasdan,
agar yuragingiz, qalbingiz bilsa shu ishingiz to'g'riligini, shu ishingiz insonlarga rostdan ham bir manfaat keltirayotganini, bir foydali ish qilayotgan bo'lsangiz, ya'ni bir gunoh ish qilmayotgan bo'lsangiz, misol uchun siz sigaret sotmayotgan bo'lsangiz, aroq sotmayotgan bo'lsangiz, sigaret ishlab chiqarmayotgan bo'lsangiz yoki qanaqadir insonlarni o'ldiruvchi, insonlarni hayotini barbod qiluvchi narsalar ishlab chiqarmayotgan bo'lsangiz, aksincha insonlarga yaxshilik yo'lida xizmat qilayotgan narsalar qilayotgan bo'lsangiz, proyektlar qilayotgan bo'lsangiz, kurslar o'tayotgan bo'lsangiz, darslar o'tayotgan bo'lsangiz, demak sizga shantaj qiluvchilarga qaramasdan, sizga to'sqinlik qilishlariga qaramasdan, bu to'sqinliklar Allohning izni bilan menga bu yomonliklar yetyapti. Men bularni prarabotka qilaman, men bularning ustida ishlayman, mutaxassisga murojaat qilib psixologga boraman yoki o'zim mustaqil prarabotkalarni qilaman yoki masterkit metodikasini sotib olib u bo'yicha ishlayman va natijada men faqat olg'a ketaman deb qat'iy qaror qilib faqat va faqat olg'a intilishingiz kerak bo'ladi. Juda masalani yecha olmasangiz, albatta psixologga murojaat qiling, birgalikda transformatsiya qilinglar. Ham oilaviy baxtni, ham biznesdagi baxtni, o'sha karyerani baravar olib ketishga prarabotka qilsangiz, ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni ko'p ayollarda agar men karyerada o'sib ketsam, turmush o'rtog'im bilan munosabatimiz yomonlashib qoladi, men damakozer bo'lib qolaman, erim pul topmay qoladi, erim ichkilikka berilib ketib qoladi, erimni jahli chiqadi men undan o'sib ketsam degan uстановkalarimiz bor. Bularni transformatsiya qilib yechib chiqishimiz kerak bo'ladi. Agar sizda ham xuddi shu kabi vaziyatlar qiynab turgan bo'lsa, ya'ni bugungi kunda biror bir ish qilayotgan bo'lsangiz, lekin oila a'zolaringiz, qarindoshlaringiz, do'stlaringiz, qo'ni-qo'shnilaringiz sizga tazyiq o'tkazib, sizni mana shu qilib turgan ishingizdan qaytarmoqchi bo'lib turishgan bo'lsa, bemalol bizni konsultatsiyalarimizga kelsangiz bo'ladi va biz birgalikda bu vaziyatni ko'rib chiqib, yechim qilishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat azizlarim. Yana agar xohlasalaring, sehrdan xalos bo'lish va himoyalanish degan kursimiz bor. Shuni sotib olsalaringlar. Bu yerda juda katta bilimlar bor. Faqat sehr haqida emas bu kursimiz. Juda ko'p muammolarni hal qilish, orzularga erishish, qanday qilib o'zingiz tozalash, poklash, sehr haqida ham ma'lumotlar bor. Narxi juda ham arzon, 150 ming so'm turadi. Bu juda arzon. Kursi o'zi asl narxi $50. Lekin hammaga dostupniy bo'lishligi uchun 150 ming so'm qilib qo'yganmiz. Hamma sotib olsin, hamma foydalansin deb. Chunki rostdan ham har bitta inson oladigan, foydalanadigan kurs. Masterkit metodikasidan foydalanilgan, juda ko'p trenajerlardan foydalanilgan. O'zi narxi juda ham arzon, o'zini asl qiymatiga yarasha. Shuning uchun bemalol siz mana shu kursda qatnashib, o'zingiz prarabotka qila olasiz. O'zingiz ko'p muammolaringizni yechishni o'rganib olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi audio podkastlarda ko'rishguncha xayr.